bilan Muzaffarov Kambek. Jigarlar, bugun 120 FPS qilishni o'rgataman. 120 FPS qilishni o'rgatishimni oldin like bilan podpiska tashlab qo'yinglar menga. Ikki dona shartim bor. Bittasi Telegram kanalimizga o'tib obuna qo'yish. U yoqda zo'r akkauntlar oldivi chiroyli arzon narxda kelishtirib beramiz. Muhim ishonchli va o'zimiz kanal, akamning kanallari, o'zlari va o'zim yurg'izaman. Ko'rib turganingizdek, telefonimiz PUBG'da 60 FPS ochadi. Endi buni 120 FPS qilamiz. O'tamiz mana birinchilikda turibdi 90 FPS plus 120 FPS. Hop. Keyin bizga Shizuku kerak bo'ladi. Shizuku ishlamaydi. O'tamiz. Samsung ishlatadiganlar uchun bu. Wi-Fi orqali ishlaydi. Ko'rib turganingizda Şahımız. Tepadan shunaqa kod keladi. 33 47 22 yuborish. Endi ishladi. Sizlar tepadan nimadir keladi. Men ochganman chunki buni to'g'irlaganman. Mana bu yerdan nimani ilova ishlatishingizni kiritib qo'yasiz. Startni bosamiz. Bo'ldi, Shizuku'miz endi ishlayapti. Endi 90 FPS ga o'ta olamiz. Turganlarda Shizuku Ronin chiqdi. Boshqalarga ishlamagan yangi skript qilganlar uchun Not Shizuku chiqadi. The Global tanlab Mosk 120 FPS qilishdan oldin bir ikkita poster qilib olamiz. Bu yerdan ham bir ikkita narsalar qilsa bo'ladi. iPaddan qilsa bo'ladi. Shizuku reklama. Some to the beat, some to the beat. Telefonimiz 120 FPS bo'ldi. O'xshamaydi. Bo'lmagan narsa deyotganlar uchun mana tepadan super roman. Hozir. Mana bu yerda yozuv chiqadi. Qaranglar, o'chirib turamiz. O'tamiz bo'ldi. Telefonimiz 120 FPS. Lobbyda 90 FPS ochadi. Bo'lganida men o'tkazamiz. HD 90 FPS. HD men 90 FPS. O'xshamaydiganlar uchun o'chir. Jigarlar, sizlar ham qilib ko'ringlar. Sizlarga aniq o'xshaydi. Ko'rib turganingizda umuman qotmaydi. Bizning Telegram kanalimiz Namoz akkaunt savdo. Jigarlar, sizlar ishonib, men nomimni akkaunt savdo akamizga borsanglar, ya'ni o'zim ham kutib olaman sizlarni arzon narxda akkaunt qilib beraman. Videomiz yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'yinglar. Telegram kanalida kommentariyaga kirsanglar, kommentariyada turibdi yoki profilim shapkachasida Telegram kanal kiritib qo'yganman.